Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Rahmat. Sog'lig'im programmasiga xush keldinglar. Oldingi biz shu qon tipi to'g'ri bir videoni embaqlagan to'q. Nəhayət ko'p qarindoshlardan yaxshi inkaslar keldi. Birinchi qarindoshlar asta-asta o'zining qon tipini qayta bir tonilish uchun harakatlanish boshlabdi. Masalan, men qaysi qon tipida bo'lishim mumkin, mening oilamda bolalarim qaysi qon tipi bo'lishi mumkin, ayolim qaysi qon tipi bo'lishi mumkin deb asta-asta harakatga kiritdi. Ham asta-asta qon tekshirish boshlabdi. Ham ba'zi uqmagan savollar bizga qoldirishga boshladi. Biz oldingi videoda bir narsani biroz oz so'zlagandik, chunki oldingi videoda uzrab ketgan. Qaysi qismini oz so'zlasangiz, shu qaysi qon tipidagi qaysi tipdagi qon, qaysi qon kishilarga belgili oldu deb. Onu biz pek tafsil so'zlamadik. Faqat bir ishga tizimliklam ko'rsatib qo'ydik, ammo tafsil so'zlamagandik. Shu bir qancha qarindoshlar so'z qoldiribdi. Men O negativdim, men O pozitivdim, men AB dim. Men qaysi kishilarga qon bera olayman, qaysi qonlarni ola olayman deb bizga so'z qoldiribdi. Bu to'g'riliq og'zaki desam bek qalins qaymoq ketadi. Shunlashqa men sizga 8 parcha rasm chiqarib qo'yay. Hozir dunyoda shu 8 turli qon tipi bor. A pozitif, A negatif, B pozitif, B negatif, AB pozitif, AB negatif, O pozitif, O negatif deb 8 turli qon tipi bor. Siz shu 8 turli qon tipining ichiga birisi. Tövəndə shu 8 parcha rasmda siz ma'lum bir qon tipi bo'lsangiz, uni qaysi kishilarga bera olasiz, u to'g'ri 8 parcha rasmni sizlarga ko'rsatib chiqaman. Masalan, birinchi rasm bu A negativ qon holatini ko'rdingiz ana. Qizil sizilib mangan yo'ldagi kishilarga belgili bo'ldi. Mana shu 4 turli kishi bera olasiz. A pozitiv kishi bera olasiz, A negativ kishi bera olasiz, AB pozitiv kishi bera olasiz, AB negativ qon turi kishilarga bera olasiz. Ya'ni bu 4 turli kishilar bera olasiz. Ammo boshqa O pozitiv, O negativ, B pozitif, B negatif turdagi qon tipi kishilarga qon beramaysiz. Ikkinchi qon A pozitiv qon. Bu agar sizda A pozitiv qon bo'lsa, siz faqatlam A pozitiv bilan AB pozitiv kishilar bera olasiz, lekin qolganlarga beramaysiz. Mana miyada B negativ qonniki chiqdi. B negativ qonni siz faqatlam mana siz ko'rgandeklar B pozitiv bilan B negativ kishi bera olasiz, AB pozitiv bilan AB negativ bera olasiz, lekin A pozitiv, A negativ, O pozitiv, O negativ beramaysiz. Mana B pozitiv qaysi kishilar belgili bo'lgan miya chiqarib qo'ydik. O pozitiv kishilarnikini chiqarib qo'ydik. O pozitif bo'lgan barliq qon turdagi kishilarga bera olasiz. Ya'ni A, B, AB, O bu shu 4 turdagi pozitiv bo'lgan kishilar bera olasiz. Lekin negativ bo'lgan barliq kishilar beramaysiz. Mana endi eng noch qon keldik. O negativ bo'lgan qon. Agar sizning qon tipingiz O negativ bo'lsa, siz nihoyatda bir talayli kishi ekansiz. Siz dunyodagi %99 bo'lgan barliq kishilarga qon bera olasiz. Uyingizda mayli kim bo'lsin, tuqqaningizda kim bo'lsin, hammasi qon bera olasiz. Lekin eng chataq yeri sizga faqatlam O negativ bo'lgan kishilar bera oladi. Shunga siz kasal bo'lganman, og'ir qolman, qatnash vaqasi chiqmasin, Alloh saqlasin. Mana endi AB negativ qonga keldik. AB negativ qon faqatlam AB pozitiv bilan AB negativ qon bilan bera olasiz. Agar siz AB pozitiv qon bo'lib qolsangiz, faqatlam AB pozitiv kishilar bera olasiz. Biz shu 8 parcha rasm bilan shu siz qaysi turli kishilar qon beradiganligingizni ko'rsatib chiqdik. Endi buni ta'turini o'ylasangizlar, sizga qaysi turdagi kishilar qon bera oladi? Onu bir o'ylash maqsaddan bo'ldi. Biz bu leksiyada bu qon tipi to'g'ri tafsiliy mazmunlarni so'zlab o'tamiz. Faqatlam siz qaysi turdagi qon tipi bo'lsa, siz qaysi kishilar bera olasiz, yoki siz qaysi turdagi qon tipi bilan ola olasiz, shuni ham so'zlab o'tdik. Tafsiliy qon tipi to'g'riliq mazmunlarni bizdan yana bir leksiyadan ko'ra olasiz. Ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat.